Do'stlar, hozirgi Instagramda mashhur bo'lib ketgan rakat shashlik qataligini ko'rsatmoqchiman. Men o'zim ham yeb ko'rdim. Ta'miga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Men akam o'zlari ham shu teganlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Xo'p, rakat shashlikni manzili haqida ozgina do'stlarimizga ma'lumot bera olasizmi? Qayerdan topishsa bo'ladi? Lokatsiya qayerda joylashgan? Hop, rakat shashlik yozilsa, Yandex so'zdan chiqib keladi. Hop, qisqaroq tushuntirib o'tib ketamiz. Masjid ko'chada joylashgan shashlikxonamiz xonadonda. Sentralniy ko'chadan kelganda Karzinkadan o'tgandan keyin Safiyadan shunday o'ngga qayrilganda masjid ko'chada joylashgan xonadon. Ham Toshkent shahrining markazida, Rakat mahallasini menimcha ko'pchilik bilsa kerak. Rakat masjidining oldida Yandexga yozsanglar ham Rakat shashlik desanglar chiqadi. Endi shashlik turlari haqida aytib berasizmi? Qanaqa turlari bor? Hop, bu yoqda mana mo'ljazimiz 100 grammdan kam emas hammasi. Bu yoqda qo'yjaz, tovuq qanot, fili, bu yoqda mana dumbalar bor, qoluvchilik uchun. Jigar, qiyma 100 grammdan kam emas. Juda sochni hammasi zo'r. Juda ham yaxshi. Sifatli. Bularning dastavkasi qanaqa bo'ladi? Hozir nomerlarni ham qoldiramiz. Toshkent bo'ylab bo'lsa, Yandex orqali jo'nataveramiz. Toshkent bo'ylab Yandex orqali dastavkani qilib berish bor. Do'stlar, mana saharlikka, iftorlikka bemalol mana shu nomerlarni qoldiramiz. Nomerlarga telefon qilib dastavka qilishingiz mumkin. Ta'miga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Oilaviy, do'stlar, yaqinlar bilan ham kelib bemalol yeb ketishingiz mumkin. Sharoitlari vaqti zo'r. Kutamiz hammani. Xudo xohlasa inshaalloh.